Salom hurmatli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim, hatto hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan yangilikni bo'lishmoqchiman. Bu ma'lumot har bir nafaqaxo'r uchun, ularning oila a'zolari uchun umuman olganda, jamiyatimizning barcha a'zolari uchun juda dolzarb. Gap shundaki, ilmaydan boshlab davlat tomonidan nafaqaxo'rlarimiz uchun katta, chinakamiga solid miqdordagi yangi to'lov joriy etilmoqda. Bu haqiqatan ham katta yordam bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Chunki har bir detal muhim. Ushbu to'lovni qanday olish mumkinligi, kimlarga tegishli ekanligi va jarayonning barcha nozik jihatlari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Chunki bu muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishimizga yordam beradi. Muammoning mohiyati oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Bizning jamiyatimizda nafaqaxo'rlarga bo'lgan e'tibor har doim yuqori bo'lgan, biroq iqtisodiy vaziyatlar, inflyatsiya va hayot sharoitlarining o'zgarishi bilan ba'zida eng keksa avlodimiz o'zlarini bir qator moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelayotganini his qilishgan. Ilgari nafaqalar asosan belgilangan tartibda, ma'lum bir indeksatsiya asosida oshirilar edi. Bu jarayon zarur edi, albatta, lekin har doim ham nafaqaxo'rlarimizning real ehtiyojlarini to'liq qondira olmasdi. Ko'pincha kommunal to'lovlar narxining oshishi, oziq-ovqat mahsulotlari va dori-darmonlarning qimmatlashishi pensiya miqdorining oshishiga nisbatan tezroq sodir bo'lardi. Natijada ko'plab keksa yoshdagilar, ayniqsa kam ta'minlangan oilalar yoki yolg'iz yashovchi nafaqaxo'rlar kundalik xarajatlarni qoplashda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelishardi. Ularning hayot sifati tushib ketish xavfi ostida qolardi. Ba'zi nafaqaxo'rlar qo'shimcha daromad topish uchun pensiya yoshida ham ishlashga majbur bo'lishardi. Bu esa ularning sog'lig'i va tinch hayoti uchun jiddiy sinov edi. Bundan tashqari, ayrim maxsus toifadagi nafaqaxo'rlar, masalan, uzoq yillar davomida jismonan og'ir mehnat qilganlar yoki sog'lig'i nogironlik darajasiga yetganlar, qo'shimcha imtiyozlarga ega bo'lsalar ham, ularning umumiy moddiy ahvoli ko'pincha yetarli darajada yaxshilanmas edi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Davlatimiz rahbariyati aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, ayniqsa nafaqaxo'rlarimizning turmush darajasini oshirishga qaratilgan yangi mexanizmni joriy etmoqda. 1 maydan boshlab amalga oshiriladigan bu yangi to'lov shunchaki oddiy indeksatsiya emas, balki aniq belgilangan mezonlar asosida beriladigan sezilarli miqdordagi qo'shimcha moddiy yordamdir. Bu to'lovning asosiy maqsadi nafaqaxo'rlarimizning iqtisodiy qiyinchiliklarini yengillashtirish, ularning ijtimoiy adolatga bo'lgan ishonchini mustahkamlash va munosib qarinlikni ta'minlashga qaratilgan. Bu jarayon nafaqat moddiy ahvolni yaxshilaydi, balki nafaqaxo'rlarimizning jamiyatimizning qadrli a'zolari ekanligini yana bir bor ta'kidlaydi. Yangi to'lov tizimi yanada shaffof va adolatli bo'lishi kutilmoqda. Bunda har bir murojaat qilgan fuqaroning holati individual ravishda ko'rib chiqiladi va tegishli yordam ko'rsatiladi. Birinchi asosiy qism: nimalarni bilishingiz kerak, kimlar tashvishlanish kerak va kimlar yo'q. Bu yangi to'lovni olish mexanizmi va uning kimlarga tegishli ekanligini tushunish juda muhim. Keling, har bir jihatini batafsil ko'rib chiqaylik. Bu to'lov birinchi navbatda belgilangan mezonlarga javob beradigan nafaqaxo'rlarga mo'ljallangan. Hukumatning maqsadi yordamni chinakamiga muhtoj bo'lganlarga yetkazishdir. Shuning uchun bu to'lov avtomatik ravishda barcha nafaqaxo'rlarga bir xilda berilmaydi, balki aniq sharoitlarga ega bo'lganlarga qaratilgan. Kimlar bu to'lovni olishi mumkin? Bu to'lovga asosan quyidagi toifadagi nafaqaxo'rlar da'vogar bo'lishlari mumkin. 1. Minimal pensiyadan past pensiya oluvchilar. Agar sizning oylik pensiya miqdoringiz mamlakatda belgilangan minimal iste'mol xarajatlari darajasidan past bo'lsa, siz ushbu to'lovni olish huquqiga egasiz. Bu ayniqsa uzoq yillar xizmat stajiga ega bo'lmaganlar yoki past maosh bilan ishlaganlar uchun juda muhim. 2. Yolg'iz yashovchi nafaqaxo'rlar. Qarindoshlari bo'lmagan, yolg'iz yashovchi va o'z-o'ziga xizmat ko'rsatishda qiyinchiliklarga duch kelayotgan keksa fuqarolar uchun qo'shimcha yordam ko'zda tutilgan. Bu toifadagi fuqarolarga nafaqat moddiy, balki ba'zida ijtimoiy xizmatlar ham ko'rsatiladi. 3. Nogironligi bo'lgan nafaqaxo'rlar. Jismoniy yoki aqliy nogironligi bo'lgan va muntazam ravishda tibbiy yordam yoki maxsus parvarishga muhtoj bo'lgan nafaqaxo'rlar. Ularning dori-darmon va tibbiy xizmatlarga bo'lgan ehtiyojlar doimiy ravishda yuqori bo'lganligi sababli bu to'lov ularga katta yordam beradi. Qaramog'ida voyaga yetmagan farzandlari
yoki nogiron oila a'zolari bo'lgan nafaqaxo'rlar. Ba'zida nafaqaxo'rlar o'z farzandlari yoki nevaralariga vasiylik qilishadi. Ular esa o'z navbatida yordamga muhtoj bo'lishadi. Bunday oilalarning moliyaviy yuki og'ir bo'lishi mumkin. Bu to'lov ularga qo'shimcha moddiy ko'mak bo'ladi. 5. Maxsus xizmatlar uchun davlat mukofotlari bilan taqdirlangan nafaqaxo'rlar, masalan, mehnat faxriylari. 2. Jahon urushi qatnashchilari va ularga tenglashtirilgan shaxslar. Ularning jamiyatimiz rivojiga qo'shgan hissasi e'tirof etilib, qo'shimcha rag'batlantirish choralari ko'riladi. Endi esa bir nechta aniq misollarga o'taylik. Shunda tushunish osonroq bo'ladi. Misol Gulchehra opa 72 yoshda, u butun umri davomida maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan, 45 yil pedagogik stajiga ega. Hozirda uning pensiyasi 1 million so'mni tashkil etadi. Bu summaning katta qismi kommunal to'lovlar va dori-darmonlarga ketadi. Uning 2 ta nabirasi bor. Ularni yozgi ta'tilga olib borishni orzu qiladi, lekin bunga puli yetmaydi. Yangi to'lov Gulchehra opaning ahvolini sezilarli darajada yaxshilaydi. Deylik, u 500 ming so'm miqdorida qo'shimcha to'lov bo'lsa, bu uning oylik daromadini 2 million so'mga yetkazadi. Bu mablag' Gulchehra opaga nabiralariga sovg'alar olishi, uyiga zarur uy ro'zg'or buyumlarini sotib olishi yoki sog'lig'ini tiklash uchun qo'shimcha muolajalar olishi mumkin. Bu shunchaki pul emas, bu uning hayot sifati, umidlari va oilasiga bo'lgan e'tiboridir. Misol 2. Rustam amaki olim 8 yoshda. U uzoq yillar zavodda ishi bo'lib ishlagan, hozir yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 2-3 million so'm. Uning uchun eng katta muammo qishda isitish xarajatlari va sog'lig'i uchun zarur bo'lgan muntazam tibbiy ko'riklar. Rustam amaki ko'pincha dori-darmonlarni sotib olishda qiynaladi. Yangi to'lov unga erta bahorda 700 ming so'm qo'shimcha yordam berishi mumkin. Bu pul unga kiyim-kechaklarni yangilashga, sifatli oziq-ovqat sotib olishga yoki hatto shifokor nazoratidan o'tishga imkon beradi. Rustam amaki endi o'zini jamiyat tomonidan unutilgandek his qilmaydi. Aksincha, davlat g'amxo'rligini his qiladi. Bu kabi qo'shimcha yordam uning ruhiy holatini ham yaxshilaydi. Misol 3. Dilfuza xola 65 yoshda. Uning qaramog'ida eng yoshli nogiron nevarasi bor. Dilfuza xolaning pensiyasi 26 million so'm bo'lib, nevarasining nogironlik nafaqasi ham bor. Lekin nogiron bolaga parvarish qilish, maxsus oziq-ovqat, tibbiy vositalar va reabilitatsiya xarajatlari juda yuqori. Bu oila uchun har bir tiyin muhim. Yangi to'lovdan Dilfuza xola masalan 800 ming so'm olsa, bu mablag' bevosita nevarasining ehtiyojlariga sarflanadi. Misol uchun u nevarasiga maxsus o'rindiq yoki boshqa kerakli moslamalarni sotib olishi mumkin. Bu yordam tufayli Dilfuza xola nevarasining kelajagiga yanada ishonch bilan qaraydi. Kimlar tashvishlanish kerak va kimlar yo'q? Tashvishlanish kerak bo'lganlar. Agar siz yuqorida sanab o'tilgan toifalarga kirsangiz va pensiyangiz juda kam bo'lsa, sizda ushbu to'lovni olish imkoniyati yuqori. Biroq shoshilish va hujjatlarni to'g'ri tayyorlash muhim. Aks holda o'zingizga tegishli bo'lgan yordamdan mahrum bo'lishingiz mumkin. Shuningdek, ma'lumotlarning to'g'riligini ta'minlash ham juda muhimdir. Chunki noto'g'ri ma'lumotlar arizangizni rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Tashvishlanishga hojat yo'q. Agar sizning pensiya darajangiz mamlakatda belgilangan minimal iste'mol xarajatlaridan ancha yuqori bo'lsa, yoki siz boshqa davlat dasturlari orqali yetarli darajada moddiy qo'llab-quvvatlanayotgan bo'lsangiz, ushbu yangi to'lov sizga tegishli bo'lmasligi mumkin. Bu to'lovning maqsadi eng muhtoj qatlamlarni qo'llab-quvvatlash ekanligini unutmang. Ammo shunga qaramay, har bir kishining holati individual ravishda ko'rib chiqiladi. Shuning uchun agar sizda shubha bo'lsa, baribir murojaat qilishni tavsiya qilaman. Hatto sizning pensiyangiz yuqori bo'lsa ham. Agar sizda qaramog'ingizda nogiron farzand bo'lsa yoki boshqa maxsus sharoitlaringiz bo'lsa, siz ham ushbu to'lovga da'vogar bo'lishingiz mumkin. Ikkinchi asosiy qism: qoidalardan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi, bu to'lov mexanizmida ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berish kerak bo'lgan tuzoqlar va ko'pincha e'tibordan chetda qoladigan nozik jihatlar mavjud. Ularni bilish sizga jarayonni muvaffaqiyatli yakunlashda yordam beradi. Qoidalardan istisnolar. 1. Boshqa ijtimoiy dasturlar. Agar siz allaqachon boshqa davlat ijtimoiy dasturlari, masalan temir daftar, ayollar daftari yoki yoshlar daftari orqali moddiy yordam bo'yicha katta miqdorda muntazam yordam olayotgan bo'lsangiz, yangi to'lov miqdori qayta ko'rib chiqilishi yoki umuman berilmasligi mumkin.
Davlatning maqsadi yordamni adolatli taqsimlash va resurslarni eng muhtojlarga yo'naltirishdir. Shu sababli bir kishi bir nechta dasturlar bo'yicha haddan tashqari ko'p yordam olishi cheklanishi mumkin. Masalan, agar Gulchehra opa temir daftar orqali har chorakda katta miqdorda nafaqa olsa, uning yangi to'lovdan oladigan summasi kamayishi mumkin. 2. Ishlaydigan nafaqaxo'rlar. Ba'zi holatlarda agar nafaqaxo'r pensiya yoshida ham ishlashni davom ettirsa va uning daromadi pensiya bilan birgalikda belgilangan minimal darajadan sezilarli darajada oshsa, u yangi to'lovni olish huquqidan mahrum bo'lishi mumkin. Lekin bu hamma holatlarga taalluqli emas. Agar Gulchehra opa yarim stavkada ishlasa va oylik ish haqi unchalik yuqori bo'lmasa, u baribir to'lovni olishi mumkin. Bu yerda asosiy mezon umumiy oilaviy daromad va uning minimal iste'mol xarajatlari darajasidan oshishi hisoblanadi. Shuning uchun bu holatda har bir ishlovchi nafaqaxo'r o'zining daromadlari haqida to'liq ma'lumot berishi kerak bo'ladi. O'tu, mulkning mavjudligi. Agar nafaqaxo'rning mulki, masalan, ikkinchi uy, qimmatbaho mashina yoki katta miqdordagi depozitlar uning real ehtiyojidan ancha yuqori bo'lsa, bu ham arizani rad etishga asos bo'lishi mumkin. Davlat yordami eng og'ir ahvoldagi fuqarolarga qaratilganligini yodda tutish lozim. Agar Rustam amaki katta qishloq xo'jalik yerlariga yoki ko'chmas mulkka ega bo'lsa, uning arizasi diqqat bilan ko'rib chiqiladi. Tuzoqlar va noaniq nuanslar bin. Firibgarlar har qanday yangi davlat to'lovi e'lon qilinganda firibgarlar faollashadi. Ular sizga to'lovni tezlashtirish yoki hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam berishni va'da qilib, pulingizni o'zlashtirmoqchi bo'lishlari mumkin. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni pasport seriyasi, bank karta raqami, PIN kod begona shaxslarga bermang. Davlat organlari sizdan hech qachon bunday ma'lumotlarni telefon orqali so'ramaydi. Barcha murojaatlar rasmiy idoralar orqali amalga oshiriladi. 2. Hujjatlardagi xatolar. Arizani to'ldirishda yoki hujjatlarni yig'ishda yo'l qo'yilgan kichik xatolar ham arizaning rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, ismning noto'g'ri yozilishi, sana xatosi yoki talab qilinadigan hujjatlardan birining yetishmasligi. Shuning uchun har bir hujjatni bir necha marta tekshirish yoki malakali mutaxassis yordamida tayyorlash muhimdir. Agar Dilfuza xola nevarasining tug'ilganlik guvohnomasidagi ma'lumotni noto'g'ri kiritsa, uning arizasi rad etilishi mumkin. O'tu, muddati. Arizalarni qabul qilish muddati cheklangan bo'lishi mumkin. Bu haqida rasmiy manbalardan aniq ma'lumot olish va muddatni o'tkazib yubormaslik juda muhim. Kechiktirilgan arizalar ko'rib chiqilmasligi yoki to'lovni kechiktirishi mumkin. DT. Avtomatik to'lov emas. Ba'zi odamlar yangi to'lov avtomatik ravishda ularning pensiya hisobiga tushadi deb o'ylashlari mumkin. Ammo aksariyat hollarda, ayniqsa yuqorida sanab o'tilgan maxsus toifalar uchun uni olish uchun murojaat qilish talab etiladi. Sizning holatingiz va ehtiyojingizni tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Bu eng muhim nuanslardan biri. Amaliy maslahatlar. Tomoshabinlar nima qilishlari kerak? Endi esa eng muhim qism aniq amaliy qadamlar. Bu yangi to'lovni muvaffaqiyatli olish uchun nima qilishingiz kerakligini birma-bir tushuntiraman. Birinchi qadam. O'zingizning toifangizni aniqlang. Avvalo videoning yuqoridagi qismida sanab o'tilgan toifalar: minimal pensiya oluvchilar, yolg'iz yashovchilar, nogironlar, qaramog'ida bo'lganlar, maxsus xizmatlari borlar orasida o'zingizni qidirib toping. Agar siz bu toifalardan biriga kirsangiz, keyingi qadamlarga o'ting. Agar kiratsangiz ham o'zingizning pensiya miqdoringizni, oilaviy daromadingizni va mulk holatingizni obyektiv baholang. Hukumat yordami eng muhtojlarga qaratilganligini unutmang. Ikkinchi qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlang. Bu eng mas'uliyatli qadam. Hujjatlar to'plami sizning vaziyatingizga bog'liq bo'ladi. Umumiy hujjatlar ro'yxati quyidagilarni o'z ichiga oladi. 1. Pasport yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjat nusxasi va asli ko'rib chiqish uchun. 2. Pensiya guvohnomasi nusxasi va asli. O'tu. Pensiya to'g'risidagi ma'lumotnoma. Bu ma'lumotnomani pensiya jamg'armasining hududiy bo'limidan olishingiz mumkin. Unda pensiyangiz miqdori va turi ko'rsatiladi. Bank hisob raqamingiz to'g'risidagi ma'lumotnoma. To'lovni qaysi kartaga o'tkazish kerakligini ko'rsatish uchun. 5. Agar siz nogiron bo'lsangiz, nogironlik to'g'risidagi tibbiy ma'lumotnoma yoki guvohnoma. 6. Agar sizda qaramog'ingizda voyaga yetmagan yoki nogiron oila a'zolari bo'lsa, ularning tug'ilganlik guvohnomasi nusxasi. Nogironlik guvohnomasi agar mavjud bo'lsa va oilaviy tarkib to'g'risida ma'lumotnoma mahalla fuqarolar yig'inidan olishingiz mumkin. 7.
agar siz ishlaydigan nafaqaxo'r bo'lsangiz. Ish joyingizdan oxirgi 6 yil 2 oylik daromadingiz to'g'risidagi ma'lumotnoma. Tekis. Agar siz yolg'iz yashasangiz, mahalla fuqarolar yig'inidan yolg'iz yashashingizni tasdiqlovchi ma'lumotnoma. Barcha hujjatlarning aslini va nusxalarini tayyorlab, ularni bir papkaga jamlang. Hujjatlar toza, o'qiladigan va amaldagi muddatga ega bo'lishi shart. 3-qadam, arizani qayerga topshirish kerak? Murojaat qilish uchun bir nechta yo'l mavjud. Bir davlat xizmatlari markazlari DXM. Bu eng qulay va keng tarqalgan usul. Sizga eng yaqin bo'lgan davlat xizmatlari markaziga borishingiz va u yerdagi mutaxassislar yordamda arizani to'ldirishingiz mumkin. Ular sizga hujjatlarni tekshirishda ham yordam berishadi. Bu markazlar ko'pincha qulay joylashgan va xizmatlarning sifati yaxshilangan. 2. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari sizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga ham murojaat qilishingiz mumkin. U yerda mutaxassislar sizning savollaringizga javob berishadi va arizangizni qabul qilishadi. Bu yerda siz bevosita pensiya masalalari bo'yicha mutaxassislar bilan gaplasha olasiz. O't onlayn portal MyBogov. Agar sizda internetdan foydalanish imkoniyati va elektron raqamli imzo bo'lsa MyBogov. Uz portali orqali ham murojaat qilishingiz mumkin. Bu usul vaqtingizni tejaydi va uydan chiqmasdan turib arizani topshirish imkonini beradi. Ammo bu usul hamma uchun ham qulay bo'lmasligi mumkin. Chunki eri olish va undan foydalanish ba'zida texnik bilim talab qiladi. 4-qadam, arizani to'g'ri to'ldirish. Arizani to'ldirishda aniqlik va diqqat talab etiladi. Ariza shaklini davlat xizmatlari markazlaridan yoki pensiya jamg'armasi bo'limlaridan olishingiz mumkin. Arizada quyidagi ma'lumotlar aniq ko'rsatilishi kerak. Sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, FISSH tug'ilgan sana, pasport ma'lumotlari, yashash manzilingiz va aloqa raqamingiz, pensiya guvohnomangiz raqami, yangi to'lovni olishingizga asos bo'luvchi sabab, masalan, mening pensiyam minimal darajadan past, men yolg'iz yashovchi nafaqaxo'rman. Qaramog'imda nogiron nevaram bor. To'lovni qaysi bank kartaga o'tkazish kerakligi haqidagi ma'lumotlar, karta raqami, bank nomi. Arizani to'ldirayotganda barcha mayda chuydalarga e'tibor bering. Noto'g'ri ma'lumotlar yoki xatolar arizangizning rad etilishiga olib kelishi mumkin. Agar o'zingizga ishonchingiz komil bo'lmasa, mutaxassisdan yordam so'rang. 5-qadam, murojaatingizni kuzatib boring. Arizani topshirgandan so'ng sizga murojaatingizni ro'yxatdan o'tkazganlik to'g'risida tasdiqnoma yoki raqam beriladi. Bu raqam orqali siz davlat xizmatlari markazlari yoki MyBogov uz portali orqali arizangizning holatini kuzatib borishingiz mumkin. Murojaatni ko'rib chiqish muddati odatda ma'lum bir muddatni tashkil qiladi, odatda 15 ish kuni. Shuning uchun sabrli bo'ling. Agar belgilangan muddat ichida javob kelmasa, berilgan raqam bilan qayta murojaat qilib, arizangizning holati haqida so'rang. Xulosa va yakuniy chaqiruv. Hurmatli do'stlar, bugungi ma'lumotlar siz uchun juda foydali bo'ldi degan umiddaman. Yangi to'lov bu shunchaki pul emas. Bu davlatimizning nafaqaxo'rlarimizga bo'lgan g'amxo'rligi va hurmatining yorqin namunasidir. Bu imkoniyatdan to'g'ri foydalanish sizning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilashga yordam beradi. Esda tuting. Bu pul sizga haqli ravishda tegishli va uni olish uchun harakat qilishdan uyalmang. Video ostida o'z fikr va savollaringizni yozib qoldiring. Siz qaysi toifaga kirdingiz? Arizani topshirishda qanday qiyinchiliklarga duch keldingiz? Sizning tajribangiz boshqa tomoshabinlarimizga ham yordam berishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz siz uchun doimiy ravishda dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.